Assalomu alaykum qizlar, sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Noldan blog yurg'izish sirlari to'g'risida gaplashamiz. Nima uchun noldan blog boshlashingiz kerak? Agar siz videoga olishni yaxshi bilsangiz, masalan, mobilografiyadan xabaringiz bo'lsa, blog boshlashingiz uchun bu aynan turtki bo'ladi. Man sizlarga bitta narsani aniq qilib aytamanki, hech qachon удобный paytni kutmanglar. Удобный payt hech qachon kelmaydi. UGC bu user generated content degani, ya'ni hozirgi обычный foydalanadigan odamlar, как sizga, bizaga o'xshagan uy bekalari haqiqiy o'zini hayotiy videolarini olib bergani bu UGC deyiladi. Agar chiroyli video olib, o'zingizni estetik nuqtai nazaringizni, o'zingizni fokusingizni brendlarga ko'rsatib bera olsangiz, sizga keyinchalik ham katta hamkorliklar taklif qilishadi. Instagram algoritmi yengil, novichok, noldan boshlagan bloglarni rekomendatsiyaga ko'p chiqaradi. Bu qanaqa degani? Mana sizlar Instagramimda lentalarni listach qilib o'tirasizlar, o'shanaqa paytda chiqib qolish ehtimoli juda ham yuqori. Prosta o'zinglarni sinab ko'rishingiz kerak. Qani qaysi narsada sizlar zo'rosiz. Mashhur blogerlarning stavkasi bor. 3000, 4000, 5000, даже men biladigan, hammamiz biladigan Bobur Mansurovni bitta video reelslari $7000 baholanar ekanda. Men aytmoqchimanki, sizlar masalan qanaqadir biznes egasi bo'lsangiz yoki qanaqadir yangi ishlab chiqarish qilayotgan bo'lsangiz, katta blogerlarga berishga pulingiz yetmaydi-da. O'shaning uchun bizga o'xshagan mikro blogerlarga po barteru mahsulotlarni o'zini prosta berasizlar, ular sizlarga ko'proq reklama olib berishadi. Также men bu narsada nimani misol qila olaman? O'zimizda birinchi ko'p mikro blogerlar Semily brendi bilan ishladi. Men ham Semily endi birinchi Toshkentga kelganida men eng birinchi mikroblogerlardan bo'lib qo'shilgan edim. Hozirda Semily o'zini почти подписчиklarini 10 ta qilib oldi. Mikroblogerlarga bepulga kosmetikalarni, har xil uходовый, dekorativniy kosmetikalarini taqdim etdi va shu orqali o'zini tanitib oldi. Qanday boshlaganman? To'g'risini aytsam deb boshlagan ekanman. To'g'ri, qizlar hammada bo'ladi qo'rquv. Menda ham bo'lgan, voy hozir u kimdir nimadir deydi, ustimdan kulishadi. Takshi men ham kelinman, turmush o'rtog'imning qarindoshlari kulishadi. Shunaqa narsalar ham o'tgan. Lekin masalan boshlab olish bu eng katta narsa. Boshlab oldinglarmi, dal shu rivojlantirish kerak. Masalan, hozir yomon emas, boshlaganimdan keyin videolarimni ko'rganimdan keyin ishoninglar, hamma tanishlarim, hamma qarindosh urug'larim, voy Diloram zo'r ketyapsan deb hamma maqtadi. Umuman negativ aytgan odam bo'lmadi. Xoh ishoninglar, xoh ishonmanglar. Men parallelni Instagramim, YouTube'imni ham rivojlantiraman, lekin YouTube'da meni tanimaydigan begona odamlardan anchagina, ancha emas, endi sal xafa qiladigan negativlar eshitdim. Lekin bitta narsani aytib o'taman, negativni hozir вообще принимать qilmayapman. Chunki o'sayotgan joyda, siz rivojlanayotgan bo'lgan joyingizda sizga обязательно negativ heytlar keladi. Va buni siz chiroyli qabul qilib o'tib ketsanglar, zo'r bo'lib ketadi-da, xullas. O'zimcha gapiryapman qizlar. Sal ana blog yurg'izishga sizlarda anaqa ishtiyoq ko'tarilyaptimi? Yo, men prosta pustoyga shuncha gapirib og'zimni og'rityapman. Kстати, qizlar, nimaga ko'pchilikda natija yo'q degan savol ham tug'iladi. Bu degani ba'zi birlarimizda shunaqamizki, слишком ideal ko'rsatishga harakat qilamiz. Yo'q, qizlar. Odamlar hozir to'g'risini aytsam ideallikdan charchashgan. Sizlar harakat qilsanglar, tajriba orttirasizlar. Tajribani ortidan sizlar natijaga erishasizlar. Bu zo'r narsa qizlar. 6 oydan beri blog yurg'izaman, lekin mana ko'rib turganingizdek 6 oy ichida men Instagramda почти 7,5 ta obunachiga erishdim. Hammasi живой. To'g'ri, bu kam, ba'zi birlar uchun kam, voy deydi. Lekin qizlar chista qiynalib yig'ilgan mehnat. O'shaning uchun xursand bo'lib ketaman. Takshi menda YouTube'im ham bor. To'g'ri, YouTube'imda hozir odamim kamroq, 1,5 ta, lekin bu ham yana bitta sotshet. 1 million prosmotrga YouTube $1000 to'laydi. YouTube
registratsiyasi agar Amerika bo'lsa, Toshkentnikini bilmayman, hali menda unaqa prosmotr bo'lmadi. Men hali buncha daromad qilmadim, lekin agar sizlarda konkretniy zo'r narsa bo'lsa, million prosmotr bo'lsa, sizlarga YouTube $1000 gacha pul to'laydi. Hech qachon qo'rqmaslik kerak va boshlash kerak. Balki siz masalanda ertaga shu gapingiz, bilimingiz orqali million подписчикingiz bo'lishi mumkin. Siz shunaqa inson bo'lishingiz mumkin. To'g'ri, birinchi kamerani oldida takoy qo'rquv bo'ladi. Shunchalik eshitganingiz uchun rahmat. Aytib o'tganimdagi, endi sizlar bilan birga ishlaymiz. Давайте blogga noldan yurg'izinglar. Qanaqadir kreativniy ideyalar qilinglar va bu orqali pulli daromadga chiqinglar.